Ramazon. Bilyet, uyqumdan kutiyordu. Atacan? Mana nima ahmoq. Daftarga ko'rib tug'a. Ha, yo'q, daftarmi? Xullas, agar kechgacha mana shu ichida qarzni yig'ib men oldimga olib bormasang, mazzangni qochiraman. Do'konda dahaqni eshitsang, dumingni qaltiraydigan qilaman. Tushundingmi? Shuncha qarz qachon tiyman? Alo, Opa yaxshimisiz? yaxshi. Opa daftarda qarz bor ekan, qachon berasiz? 3 oy bo'libdi. Beraman, chunki ketayotganim yo'q. Yo'qman, ko'chib ketayotganim yo'q. Bu yerdan qarzni kuchli olish kerak yoki o'z qo'zi olish kerak. Birini topasam bo'lmaydi. Ha, kechgacha qarz topib, shunday topaman, dumini qo'ygan itday aylanasan. Senga pon pastasini berib ekansiz. Hozir Ramazon kutib turing. Senga pul kerakmidi? Hozir 5 minutda Siltab Sorar bankidan kredit chiqaramizda. Pulikda qarzlarni kattasi tashladim, bir tiyin qolgani yo'q. Ha, bulbulida. Ha, bu ekanman. Harakat qilishga nima shunday? Bo'pti, tog'a, yaxshi demang. Bo'pti, jiyan. Rahmat.